Neşemizi davamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Bugün çislağa 2023 yıl 12. ayının 16. günü hepteki şembe vatandaş. Endiki mavzumunda tarihten biriki en kattık cüngüge karıştırış dokulata başladık o. Yıl ahırda Amerika kattı kol salıdı. Mavzulu haber. 12. ayının 15. günü Büyük İrat orbiti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Gerçi Cumhuriyet Kompartiyası'nın sekreteri Xi Jinping bir qancha qitim Amerika Cumhuriyet münasebetini yaxşılaşkı sebeplerimiz var ki, lekin Amerika Cumhuriyet münasebetini buzib etishga hech qanday sebeplerimiz yok. Degan bo'lsa, lekin 2023 yilning yil oxirida bugunlardan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati va Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi qattiq qo'l silib, Cumhuriyet Kompartiyasiga zarba berdi. Bilimizmi, qattiq qo'l silib, Cumhuriyet Kompartiyasiga zarba berdi. 12. ayının 12. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasi Cumhuriyet Komiteti 12 betlik stratejik doklad topshirdi. Amerika Cumhuriyet iqtisodiy munosabatlarini 4 tarafli qurolashtirdi. Bu doklad Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Cumhuriyet Kompartiyasiga eng qattiq qarshi turgan doklad bo'lib hisoblandi. Vatandaş, konkret mazmuni 150 türlük tafsili taklif. Amerikacha nazorat usuli. Ko'rdingizmi? Amerikacha nazorat usuli iqtisodga munosabatlik. Sen mendiga yaga kelasan. Biz sen bilan o'ynashmadik, so'zlashmadik, chaqchaqlashmadik. Hozirgacha biz rasmiy shu oldi shu ishni qilib kelsak, sen qabul qilmading. Endi bugun iqtisod sohasida nazoratni qabul qilasan. Oraliqda Yalin xonim Beyjingni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin Cumhuriyet Amerika o'rtasida iqtisodni nazorat qilish guruhi qurildi. Biz sizlarga so'zladik. Esingizda bormi vatandosh? Iqtisodni nazorat qilish guruhi qurildi. U da xizmatga tushmayli bugun iqtisod yetakchi iddisi, iqtisod yetakchi siyosiy o'tirg'i chiqib, demak Amerikaliklar buni qabul qilolmadi. Oxir nima dedi? Cumhuriyet iqtisodiy munosabatlar 4 tarafli qurolashtirdi. Bu doklad Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida Cumhuriyet Kompartiyasiga eng qattiq qarshi turgan doklad bo'lib hisoblandi. Konkret mazmuni yuqoridagi. Ko'p taraflarni o'z ichiga oldi, lekin Amerikacha nazorat qilish usuli, iqtisodni Amerikacha nazorat qilish usuli, texnik va qonun o'zgartirish qatorli ko'p taraflarni o'z ichiga oldi. Bu yerdagi qonun o'zgartirish nima? Maxsus iqtisod sohasi nima qonun bor Cumhuriyetda? Mening bundan xabarim yo'q. Agar Cumhuriyetda qonun, jinoiy ishlar qonuni, Cumhuriyetda qonun asosiy qonunga berib ketildigan bo'lsa, demak bu yerda gap hamda biri nazorat usuli, iqtisodiy nazorat usuli va qonun o'zgartirish. Agar mushuning qo'l qartilgan bo'lsa, asosiy qonun va jinoiy ishlar qonuni o'zgartirish. Bu nimadan derak berdi vatandoshim? Qatarlıq ko'p taraflarni o'z ichiga oladi. Jumladan Cumhuriyet qartilgan savdoda e'tibori berish siyosatini amaldan qoldirishni taklif qilish. Alay shahrini deymiz. Endi bu yerda Alay shahrini 3 qatim desak bo'ldi. Savdoda e'tibor berish siyosati Cumhuriyetni bugungi davrga elib keldi. Bugun dollar xarjlaydigan davrga elib keldi. Vatandoshim, shunaqa bu. Endi hozir butun dunyoning shirkatlari chekinib bo'lgan bo'lsa-mu, Cumhuriyetni pul xarjlaydigan davrga elib kelgan siyosat Amerikaning savdoga e'tibor berish. Normal savdoga e'tibor berish siyosati. Hatta shu vaqtda Amerika bu siyosatni Cumhuriyet taqdim qilganda kishilik huquqni ilib qo'ymadi yoki shart qilib qo'ymadi, uni ayirib o'tdi. Mana bugungi Cumhuriyetning ahvoli shu sababdan bugungi dunyoga yetib keldi. Hozir holga yetib keldi. Endilikda Amerika hozir hisobda qaytarma hujum deb faraz qilsangiz, xulosa chiqarsangiz bo'ladi bundaq vaqtda. Savdoga e'tibor berish siyosatini amaldan qoldirishni taklif qilish.
Dokladda, Kongress o'tirib qo'ygan dokladda. Jungo'ning chet ellarga mablag' selishini cheklashni ko'paytirish mana. Demak, mablag' selishini cheklashni ko'paytirish ta'minlash liniyasi Jungo iqtisodiy yoki Jungo iqtisod tashqariga chiqolmaydi. Mayli cho'ng, mayli kichik davlatlarga Qozog'iston, Tojikistonlar mablag' solanmaydi degan cheklashni yo'l qo'ydi. Vatandaş mablag' selishini cheklashni ko'paytirish. Amerikada cho'ng tipli bozorga chiqqan shirkatlarning Jungoga munosabatlik xalqaro xatarni fosh qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Masalan, Amerikada Jungo shirkatlari va bozorga chiqdi, xalqaro bozorga chiqdi. Buning qonunga yoki tartibli xiloflik qilgan taraflarini Amerika shirkatlarining fosh qilish qatorliq taraflarni o'z ichiga oladi. Jungoning mablag' boshqarish shirkatining advokati Liang Shaohua mislsiz, tarixda mislsiz ko'rilmagan doklad. Bu qatam davlat majlisi e'lon qilgan Jungoning iqtisodiy o'rni va Amerika-Jungo iqtisodiy munosabatlariga bog'liq doklad mislsiz, tarixda misli ko'rilmagan doklad. Bu advokat mundaq dedi. 150 türlük teklif. Tipik simvoldur. Bu doklad Amerika hükümetinin Jungo Kompartiyasi qaratgan pozitsiyasının 180 gradus o'zgarganligini, negizlik o'zgarish hosil qilganligini aksattirib berdi. Demek endi Jungo Amerika munosabati 180 graduslik burilish davri kirdi. Balki Amerika Jungo qaratgan siyosatni 180 gradus o'zgartdi, oldimizda o'zgartdi. Demak, Amerika negizlik Jungo Amerika munosabatida negizlik o'zgarish hosil qilganligini aksattirib berdi. 11-oyning 15-kuni San Fransisko suhbati bir oy. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari yana qandaq asoslar bilan bundoq o'zgarish hosil qildi? Masalan, Kaliforniya San Fransisko suhbatining to'liq jarayon, to'liq mazmunda xabarimiz yo'q vatandosh. Lekin uning bosh muqomi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish degan gaplar. Shu deyilib, San Fransisko suhbati oyoqlashib, bir oy o'tgandan keyin Amerikaning Jungo qaratgan siyosiy negizidan o'zgardi. Amerikaning Jungo qaratgan siyosati 180 gradus to'lig'i bilan o'zgarish hosil qildi. Iqtisodshunos Li Xecheng mundaq ko'rsatdi. Amerika dal hozir Jungo to'g'risida qayta ta'bir berishni ilgari suryapti. Jungo kim? Jungo Kompartiyasi kim? Jungo Kompartiya hukumati kim? Buning qayta tarbiya berishni Amerika ilgari suryapti. Jungo Amerika munosabatini qayta belgilamoqchi bo'lyapti. Sen qaysi davlat, men qaysi davlat, nima qilishimiz kerak? Buni qaytadan belgilamoqchi bo'lyapti. Siyosat bexatarligidan boshlab iqtisod bexatarligigacha kishilik huquq yana bir qancha tarafdan Amerika Jungo o'rtasidagi munosabatni qaytadan belgilamoqchi bo'lyapti. Demak, endi buni deylik, biz o'zimizning tili bilan yep-yangi Amerika o'rtaga chiqadi degan. Jungo Amerika ikki davlat munosabatida yep-yangi davlat Amerika o'rtaga chiqadi. Siyosatini 180 gradus o'zgartgan davlat Amerika o'rtaga chiqadi. Tushundingizmi vatandosh? Gap mana bu yerga keldi-da, shunaqmi yo? Yep-yangi davlat o'rtaga, shuning munosabati keldi, yep-yangi Jungo o'rtaga chiqadi. Bahraman bo'lishdan bahraman bo'lolmaydigan, munosabatni yaxshilashdan derakmi bo'lmaydigan yoki sheriklashib bu munosabatning qayerga boradiganligini Jungo o'zi tushunmaydigan. Mushundaq bir Amerika Jungo munosabati o'rtaga chiqadi. 150 turlik taklif qonun loyihaga aylanadigan bo'lsa, bu bir qancha parcha qonun loyihaga aylandi. Hammasi Jungo Kompartiyasiga qartilgan bo'ladi. 150 parcha taklif qonun loyihasi, yana 150 parcha qonun loyiha bo'lishi mumkin deydi. Bu siyosatning hammasi Jungoga qartilgan bo'ldi. Jungo Amerika munosabatini qaytadan belgilaydi. Amerika Jungo Amerika munosabatini qaytadan belgilaydi.
iqtisodshunos Li Keqiang mundaq ko'rsatdi. Amerika bu mesele, Cungo meselesinde kesbleşidir. Kanunlaştırış şeklinde ilgili sürdü. Münasebetlerini kanunlaştırış şeklinde ilgili sürdü. Daimileştiriş. Emniyet Cungo Kompartiyasının aldamçılıklarına ende işenmezlikten direkt bildi. Merek. Aldamçı Cungo, yalgancı Cungo, rengvaz Cungo işgalliğini bilip buldum. Endilik bu münasebet muşaya to'xtab qoladi. Men sen qayta baho bermem. Sen bilan qayta ikkinchi bir xil shakldagi munosabatni ko'tarib chiqaman. Strategik dokladda tilga ilingan qonun loyihasi 1974-yillik savdo qonuni deki Jungoga kapolat berish ponksisining mazmunlari o'zgartirildi. 1930-yil tuzilgan tamoyishni baja qonuni, Jungoning xatarlarini fosh qilish qonuni 1944-51 HR Tayvanga qaratgan maydon qonuni HR 32-72 qatorli qonunlarni o'zgartishni o'z ichiga oladi. Hozirgi Jungo Amerika munosabati mush qonunlar doirasida taraqqiy qilib keldi deyilsa, vatandosh bugundan boshlab biz bu qonunlarni o'zgartamiz. Çünkü Amerika'nın Jungo'ga qaratgan siyasi, Jungo to'g'risidagi siyasi bugün 180 gradus o'zgardi.